Har bir katta yo'l birinchi qadamdan boshlanadi. 3 yil avval Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti o'z qadamini tashladi. Bu 3 yil TIFT universiteti uchun izlanishlar, yangiliklar va yutuqlarga boy bo'ldi. Bu davr mobaynida TIFT 20 mingga yaqin talabaning ishonchli tanloviga aylandi. Men uchun TIFT universitetini bitta so'z bilan ta'riflasa bo'ladi. O'sish, imkoniyat, umuman olganda oila. Universitetimizda ayni damda 250 nafar xodim faoliyat yuritmoqda. Ulardan 145 nafari professor o'qituvchilardir. O'qituvchilarimizning ilmiy salohiyati 3 yil ichida 43.8% ga yetdi. Bu respublikamizdagi xususiy universitetlar ichida yuqori ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Shuningdek, universitet o'z ta'lim yo'nalishlarini ham kengaytirdi. Bugunga kelib universitet 28 ta bakalavriat va 12 ta magistratura mutaxassisligi bo'yicha ta'lim jarayonlarini yo'lga qo'ygan va sifatli amaliyotga yo'naltirilgan ta'lim berib kelmoqda. TIFT nafaqat ilmda, balki sportda ham yetakchilarni tarbiyalab keladi. Universitetimiz talabalari orasida O'zbekiston milliy futbol terma jamoasining 6 nafar a'zosi, jumladan Jaloliddin Masharipov, Oston O'runov, Rustam Ashurmatov, Odil Hamrobekov, O'tkir Yusupov va Jamshid Iskanderov kabi futbolchilar, Timur Kapadze, shuningdek dzyudo bo'yicha Olimpiada sovrindori Alisher Yusupov, Yunon Rum kurashi bo'yicha 3 karra Osiyo chempioni Zulfiya mukofoti sovrindori Layloxon Sobirova, shaxmat bo'yicha Osiyo va Olimpiada o'yinlari g'oliblari Nodirbek Yoqubboyev, Nilufar Yoqubboyeva, Shamsiddin Vohidov va Marjona Malikovalar, dzyudo bo'yicha Olimpiada ishtirokchilari, jahon chempionlari Gulnoza Matniyozova, Shukurjon Aminova, Halima Qurbonova kabi vatanimiz iftixorlari tahsil olishadi. Bu biz uchun ham faxr, ham iftixor tuyg'usini bag'ishlaydi. Shuningdek, universitet 3 yil davomida dunyoning Buyuk Britaniya, Malayziya, Koreya, Rossiya, Ozarbayjon, Qozog'iston davlatlaridagi nufuzli 20 dan ortiq universitetlar bilan hamkorlik dasturlarini yo'lga qo'ydi. Ulardan dunyoning top 500 talikka kiruvchi Essex universiteti, Utara universiteti, Qozon federal universiteti, Baku davlat universiteti shular jumlasidandir. Ushbu dasturlarga muvofiq shu vaqtga qadar 60 nafarga yaqin talabalarimiz ushbu universitetlarda xarajatlari to'liq yoki qisman qoplangan holda 1-2 semestr davomida 100% grant asosida o'qib kelish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Universitet xalqaro reytinglarda ham o'z o'rnini mustahkamlamoqda. Jumladan 2023-yilda Round University Ranking reytingida jahon oliygohlari ichida 1162-o'rinni egallab, O'zbekistondagi birinchi xususiy oliygoh bo'ldik. Hozirda ushbu reytingda 985-o'rinni mustahkamlaganmiz. 2023-yil UI Green Matrix 2200 da jahon universitetlari ichida 1167-o'rinni egalladik. Times Higher Education WUR 2024 reytingida reportyor maqomiga sazovor bo'ldik. Bu ham O'zbekistondagi xususiy universitetlar orasida yagona ko'rsatkichdir. 2025-yil Vetro assotsiatsiyasida to'laqonli a'zolik maqomiga erishildi. O'zbekistondagi davlat va xususiy oliygohlar ichida biz birinchisi bo'ldik va yana bir qancha reytinglarda o'rnimizni mustahkamlab kelmoqdamiz. Aytib o'tish lozimki, universitet bu yil birinchi qaldirg'ochlarni kuzatdi, ya'ni 60 nafar TIFT magistrantlari o'qishni muvaffaqiyatli tamomlashdi va ularga davlat namunasidagi diplomlar topshirildi. O'tgan 3 yil ichida TIFT nafaqat bilim dargohini, balki o'ziga xos ruh, ishonch va oilaviy muhabbatni yaratdi. Bu 20 ming yurakni bir maqsad, bir ishonch va bitta kelajak sari birlashtirgan kuch hisoblanadi. 3 yil bu biz uchun yakun emas, balki yangi bosqichning boshlanishi. Oldinda yanada katta marralar, yangi hamkorliklar, yangi g'alabalar kutmoqda. Chunki TIFT kelajak sari dadil qadam tashlayotgan avlodning universiteti. Bugun biz faxr bilan aytamiz, TIFT 3 yoshda.